Assalomu alaykum. Darslaringizni kreativligini oshirish uchun ushbu zakovat tayyor shablonidan foydalaning. Ya'ni bu yerda zakovat O tugmasini bosadigan bo'lsak, zakovat savollari kelib chiqadi. Bu yerdan bir raqamini yo ixtiyoriy savolni bosadigan bo'lsak, ana shu savolga o'tadi. Va vaqtni boshlash qismini bosamiz. Vaqt boshlash qismini bosadigan bo'lsak, vaqt aylanishni boshlaydi. Vaqt aylanishni boshlaydi va bu vaqtimiz 30 sekundga mo'ljallangan. Buni bemalol 1 sekund o'zingiz ixtiyoriy xohlagan vaqtga mo'ljallab olishingiz mumkin. Va undan so'ng 10 sekund qolgan vaqt 10 sekund vaqt qoldi deb e'lon qiladi va vaqt tugagan paytida vaqt tugadi degan ovoz va yozuv chiqadi. Vaqt tugadi. Va endi javob tugmasini bosadigan bo'lsak, javob chiqadi va umumiy mana shu savol o'ynalgandan keyin savollar qismini bossak, savollar, raqamlar holati kelib chiqadi. Va ko'radigan bo'lsak, ana shu o'ynalgan savolimiz yo'qolib qoladi. Va yana bir qiziq tomoni, agar qaysi guruh topgan bo'lsa savolni, ana shuni bosadigan bo'lsak, birinchi guruh bo'lsa bir ochko qo'shiladi. Xuddi shunday tartibda 10-savol vaqtni boshlaymiz, ketadi, javobni bosadigan bo'lsak, ekranga javob chiqadi. Yana savol bosadigan bo'lsak, 10-raqam ham tugaydi. Ikkinchi guruh topadigan bo'lsa, ikkinchi guruh. Xuddi mana shu holatda darslaringizni o'ta kreativ tashkillashingiz mumkin.